Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, fizika fanining ixlosmandlari. Bugun biz birgalikda mexanik quvvatni hisoblash mavzusidagi amaliy mashg'ulotni ko'rib o'tamiz. Ishni bajarishdan maqsad o'quvchilar o'tirib turgan paytida hosil bo'ladigan quvvatni hisoblash, nazariy olingan bilimlarni amaliyotda qo'llay olish. Bunda bizga kerak bo'ladi tarozi, o'lchov tasmasi hamda sekundomer. Asosiy ma'lumotlar. Quvvat o'zi bir nima? Quvvat vaqt birligi ichida bajarilgan ish. Quvvatning formulasi P teng W taqsim T. Bu yerda P quvvat, W bajarilgan ish yoki energiyaning o'zgarishi, T shu ishni bajarish uchun ketgan vaqt hisoblanadi. Quvvatning birligi watt qabul qilingan. Ushbu holatda qanday ish bajariladi? Birinchi holatdagi potensial energiyasi mgh1 ga teng. Ikkinchi holatdagi potensial energiyasi mgh2 ga teng. Ushbu holatda bajarilgan ish esa energiyalar farqiga teng bo'lib, bu ham mgh ga teng bo'ladi. Bu yerda h massalar markazining o'zgarish balandligidir. Birinchi tarozidan foydalangan holda o'quvchilarni massalarini hisoblab olamiz. Ikkinchi, har bir o'quvchining og'irligini hisoblab olamiz. Og'irligini P teng mg formuladan foydalanamiz. M bu yerda massa, J 9,181 metr taqsim sekund kvadrat, erkin tushish tezlanishi. O'quvchi o'tirib turish mashqini bajarganda uning balandligi qanday o'zgarishini hisoblab olamiz. Buning uchun tik turgan holatdagi uzunligini o'lchaymiz. Keyin o'tirgan holatdagi uzunligini o'lchaymiz va ikkisini ayirib tashlaymiz. Shunda o'tirib turgandagi balandliklar farqi kelib chiqadi. O'quvchi mashqni tik turgan holatdan boshlaydi, o'tiradi va dastlabki holatga qaytaradi. Jarayon 10 marta davom qildiradi. Bu jarayonni biz sekundomer yordamida qancha vaqt ketganligini aniqlab olishimiz kerak. 10 marta o'tirib turish davomida jami vertikal ko'chishlar uzunligini hisoblab olamiz. Keyin P teng W taqsim T formuladan quvvatni hisoblab jadvalga yozamiz va xulosa chiqaramiz. Demak, ishni boshlaymiz. Demak, biz hozir 3 ta o'quvchidan foydalanamiz. Amirxon, Javohir hamda Dilmurod. Birinchi bo'lib Amirxonning massasini o'lchaymiz. Amirxonning massasi 90 kg chiqdi. Endi Javohirning massasini o'lchaymiz. Javohirning massasi 42 kg chiqdi. Endi Dilmurodning massasini o'lchaymiz. Demak, Dilmurodning massasi 69 kg chiqdi. O'quvchilarning turgan holatdagi balandliklarini o'lchaymiz. Bir butun 185 metr chiqdi. Javohirnikini o'lchaymiz. Bir butun 165 metr. Dilmurodning tik turgan holatdagi balandligini o'lchaymiz. Dilmurodning tik holatda turgan paytdagi balandligi 1,8 metr ekan. Endi o'tirgan holatdagi balandliklarni o'lchab olamiz. Amirxonning o'tirgan holatdagi balandligi 105 cm ekan. 1,105 metr bo'ladi. Endi Javohirnikini o'lchaymiz. O'tirgan holatdagi balandligi 1 metrga teng ekan. Endi Dilmurodnikini o'lchab ko'ramiz. Dilmurodning o'tirgan holatdagi balandligi 110 cm ekan. 1,10 metr bo'ladi.
Balandlik o'zgarishi avtomatik tarzda hisoblanadi. Balandlik o'zgarishi turgan holatdagi balandligidan o'tirgan holatdagi balandligini ayirib tashlasak, balandlik o'zgarishi kelib chiqadi. Amirxondagi 0,8 metr, Javohirniki 0,65 metr, Dilmurodniki esa 0,7 metrga teng ekan. Endi 10 marta o'tirib turgandagi balandlik o'zgarishi, demak, balandlik o'zgarishini 10 ga ko'paytiramiz. 8 metr, 6,5 metr, 7 metr mos ravishda kelib chiqdi. Endi 10 marta o'tirib turish uchun ketgan vaqtni hisoblaymiz. Bunda bizga sekundomer kerak bo'ladi. Amirxonning 10 marta o'tirib turish uchun ketgan vaqtini hisoblaymiz. Tayyormisan? 1, 2, 3 boshladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demak, Amirxonni 10 marta o'tirib turish uchun ketgan vaqt 12 sekundni tashkil qildi. Endi esa ikkinchi o'quvchimiz Javohirni 10 marta o'tirib turish uchun qancha vaqt ketishini hisoblab olamiz. Javohir, tayyormisan? 1, 2, 3 boshladik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Javohirni 10 marta o'tirib turish uchun 13 sekund vaqt ketgan. Endi uchinchi o'quvchimiz Dilmurodni 10 marta o'tirib turish uchun qancha vaqt ketishini hisoblab olamiz. Tayyormisan? 1, 2, 3 boshladik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demak, Dilmurodni 10 marta o'tirib turish uchun 12 sekund vaqt ketdi. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, Amirxonni 1 marta o'tirib turish uchun ketgan vaqt 12 sekundni tashkil qildi. 1 marta o'tirib turganda balandlik o'zgarishi 0,8 metr, 10 marta o'tirib turish uchun 8 metrni tashkil qildi. Amirxonni 10 marta o'tirib turganda bajarilgan ishi 7063 joulni tashkil qildi. Uni quvvati esa 588,6 vattni tashkil qildi. Javohirni 1 marta o'tirib turganda balandligini o'zgarishi 0,65 metrni tashkil qildi. 10 marta o'tirib turganda esa mos ravishda 6,5 metrga teng bo'ldi. 10 marta o'tirib turish uchun 13 sekund vaqt sarfladi. Bajarilgan ishi 2678,13 joulga teng bo'ldi. Quvvati esa 206,1 vattga teng bo'ldi. Dilmurodning 1 marta o'tirib turishda balandlik o'zgarishi 0,7 metrga, 10 marta o'tirib turganda 7 metrga teng bo'ldi. 10 marta o'tirib turish uchun 12 sekund vaqt sarfladi. Bajarilgan ishimiz 4738,23 joul. Hosil bo'lgan quvvat esa 394,85 ni tashkil qildi. Bu yerda xulosa chiqarishimiz mumkin. Amirxonning quvvati 588 ga teng bo'lib, qolgan o'quvchiga nisbatan eng yuqori ko'rsatkichni qayd etdi. Xulosa chiqarishimiz mumkin. Demak, Amirxonni ushbu o'tirib turishdagi hosil qilgan mexanik quvvati eng katta ekan. Javohirniki esa 206 vattni tashkil qilib, uchala o'quvchining ichida eng yomon ko'rsatkich hisoblanadi. Muhokama uchun savollar. Birinchi, agar bir ishni 2 kishi bajarsa, lekin biri tezroq tugatsa, qaysi birining quvvati katta? Ikkinchi, qanday qilib quvvatni oshirmasdan ishni tezroq bajarish mumkin? Uchinchi, energiya va quvvat o'rtasidagi farq nimada? To'rtinchi, lift ko'tarilganda quvvat qanday aniqlanadi? Beshinchi, nima uchun sportchilar quvvat mashqlarini bajaradi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Mexanik quvvatni hisoblash amaliy mashg'ulotimiz
o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.